Havo haroratining pasayib borayotgani iste'molchilar o'rtasida markazlashtirilgan issiqlik ta'minoti qachon boshlanishi bilan bog'liq savollarni keltirib chiqarishi tabiiy. Bugun isitish mavsumi boshlanishi va tugatilishi tartibi haqida gaplashamiz. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining kommunal xizmatlar ko'rsatish qoidalarini tasdiqlash to'g'risidagi qaroriga asosan, xonalarni isitish ehtiyojlari uchun issiqlik energiyasini berishda yetkazib beruvchi isitish davrini Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari tomonidan belgilangan muddatlarda boshlaydi va tamomlaydi. Isitish davri tashqi havoning o'rtacha sutkalik harorati 5 kunlik davr mobaynida 8 gradusdan past bo'lgandan keyingi kundan boshlanishi, 8 gradusdan yuqori bo'lganda esa tamomlanishi belgilangan. Isitish mavsumini boshlash yoxud tugatishda hududiy hokimliklar Gidrometeorologiya xizmati markazining ma'lumotlariga tayanadi.